Qizim bilan bugun aylanishga chiqdik. Chinarkent kanatkaga. Kanikulda qizimni bir aylantirgan olib keldim. Lekin u qolib ketdi. Ozgina pastroqda kachel o'chyapti. Bir 1680 metr. Tepalik 1680 metr. Ya'ni 1,5 kilometrdan ko'proq balandlikda joylashgan. Mana chorvoq suv ombori ham bor bu yerda, mana tepadan. Bu o'sha tepalikda piknik qiladigan joy ekan. Oilaviy mana tabiat qo'ynida maza qilib yurishibdi. Toza havodan nafas olib. Kelib dam olib ketishga arziydi. Elektrichkada ekspress 20 ming, oddiy poyezd 10 mingdan kattalarga. Men ketaman, oxiri baxayr bo'lsin. Qizim onasini yo'qotib qo'ymasa bo'ldi. Juda ham tepalikka chiqib ketaman. Orqaga qaytaman. Tepalikka qarab ketaversang, ketaverasan, uni oxiri yo'q. Tinchlik kerak. Qizim pastroqda qolib ketdi. Axir men qizimni topdim mana. Voy, kabutta qizingiz yo'qotib qo'ygandek gapirasiz. Qolib ketdinglar pastroqda. Bitta o'zim yurdim-ku.